Salom akalar, bugun sizlar bilan Motorisa Gaming akalar. Va nihoyat biz YouTube'da 50 ta obunachiga erishdik va jonli efir qilish imkoniyatiga ega bo'ldik do'stlar. Albatta iloji bo'lishi bilan bu video joylangandan keyin erta yoki indinga iloji boricha jonli efir yoqishga harakat qilaman akalar. Uning uchun maksimalni YouTube kanaliga obuna bo'lib, podpishka qilib, like, podpiska, kommentariy nuqta bo'lsa yozib qo'yish esingizdan chiqmasin akalar. Xo'p, akalar biz o'yinga keladigan bo'lsak, PUBG Mobile o'yinini o'ynaymiz akalar. To'g'risi bu o'yinni o'ynashni boshlaganimga akalar mana hozir ko'rsataman sizlarga. Men 2 yil bo'ldi akalar. 2 yil bo'ldi mana shu akkaunt ochilganiga akalar. To'g'risi aytsam bu videomiz albatta content. Keyingi videomizda akalar akkauntim obzorini albatta sizlarga ko'rsataman. Xo'p akalar, xullas gap ko'p. Yaxshi tezroq o'yinni boshlaylik. Nima dedinglar? Mencha zerikib qolgan bo'lsanglar kerak. Xo'p, birinchi o'rinda biz akalar qo'limizni biroz qizdirib olish akalar, arena o'ynab chiqamiz akalar. Ketdik, let's go. Ama o'ng tomondagi tepadagi akani akkauntini qaranglar. O'yna. Endi unaqa miyangiz namancha qaramayga to'la desalar akalar, o'zim shunaqaman akalar. Welcome to PUBG Mobile. Kentalta voy. Kentalta deb qo'yibdi, mayli, hech qisi yo'q akalar. Ketdik. Ketdik akalar. Tag'in meni bot ekansiz deb o'ylamanglar akalar. Men telefonimni device'dan kelib chiqib akalar o'ynayapman. Akalar, men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman, chunki ekran zapisi yo'q, shundan akalar telefonimni FPS tushib ketadi. Siz necha FPS o'ynaysiz desalar akalar, men unchalik baland FPS o'ynamayman. Ko'rib turganingizdek sezilib turgan bo'lsa 45 FPS o'ynayman akalar. Faqat chiqloy. Akalar, ko'rdinglarmi? Ekranim faqat ishlamay qoladi-da ba'zan, mayli. Biz 24 olib chiqaylik-a bir. Ya. Nima kelibdi-ku? Mayli. Mayli akalar, mayli. Chiqisi yo'q. Qayt, qan. Akalar, ko'rinmayapti. Oy. Normalniy qilib headshot berdim akalar, lekin bizdan turishni olib o'ynaylik-a. Ya. Akalar, nimagadir ekranni ishlamaydi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa qotyapti akalar? Sizlarga content video olaman deb akalar, kerak bo'lsa telefonni o'zim sotib olaman. Qochloy. Qochib ketibdi-ku. Qoch desam, rostdan qochibdi. Watch out. Marked a location. Qaysi bot P90? Marked a location. Axel VV P90 olibdi bot.
Marked a location. Mayli. Mayli, bizni o'ldirgan bo'lsa bu. Watch out. Ular e'tibor bermanglar, o'z telefonim shunaqangi sislab yuradi. Watch out. Cover me. Yo'qsaygim oqaverasizda desalar. Chunki tushunasizlar, telefonim sislab. Watch out. Watch out. Xo'p, akalar, sizlar bilan endi nima o'ynaymiz, aytinglar. Ekran yozib olyapti. Ekran yozib olyapti, akalar. Yoki napalchikni taqib olsammikan, akalar, nima deysizlar? Bu yoqda missiyani olaylik, missiya bajarganimiz uchun. Aytgancha klandan akalar uni olish kerak. Mana bu populyarni olish kerak. Aytgancha akalar napalchikni taqib olguncha mashq maydoniga kirib turamiz, akalar. Qani edi napalchik mana. Voy. Endi buni taqib olamiz sekin. Bitta shu bosh barmoq shu joystick tomon boshqaradigan taqib olsam bo'ldi, akalar. Bu yo'q muammo emas. Prostatdagi mana shu joystickniki sal muammo bo'lyapti, akalar. To'g'ri tushunasizlar, albatta. Shu bosh barmoq chap tomondagini taqib olsam, akalar. Bo'ldi. Bu menga uncha-munchasiga emas, akalar. Meni urish sekin taqib olmoqlik ana. Akalar deb yopib olamizda. Ana shunaqa bo'ladi-da, akalar. Davay, o'qla. Mazgi. Akalar, akalar hidlamaylar. Shunaqa qilib mashq olmasam, akalar, joystick yaxshi boshqariladi.
Bo'ldi akalar. Endi hozir trenga ko'ramiz akalar, ko'rasizlar. Endi biz bu yerdan chiqishga endi sumkani pastga tushirishimiz kerakmi endi akalar? Biroz menimcha yetsa kerak. Lobbiga qaytamiz akalar. Qaytadan akalar, comeback bu gal comeback bo'ladi akalar. Comeback qilmasak biz layga o'xshab otib tashlashdi akalar. Hozir ularni orqasini ayirib tashlaymiz akalar. Kutib turinglar. Agar meni orqamni ayirib tashlashmasa qanday tushundinglar? Ketdik. Vah, loy basharalar bilan tushibmiz-ku. Bu yoqda zava yaxshi. Zavaga chiqib olganlar bor ekan biz tomonlarda. Tilim qursin u tomonlarda. Yaxshi, mayli, hech qisi yo'q. O'sha o'ng tomonda tepada yana o'sha birat ko'rinishda 69. Bu akalar yaxshi. Boshqarilishimiz yaxshi akalar. Endi FPS muammosi qiyin bo'ladi akalar. Point for the red team. Cover me. Reloading. Voy, las ekan. Cover me. Billas ekan akalar. Ko'ribsizlar? Cover me. Reloading. Marked a location. Billas. Marked a location. Killing spree for the Akalar red team. bundan keyin yaxshisi Livik o'ynaymiz, nima dedinglar? Qiynalib ketdim akalar, bular bilan otishman deb. Cover me. Bir yo'q ekan akalar. Killing spree for the red team. Bilmabmiz. Marked a Dasturga location. 2008. Hoppa, vuruz ekan silahım The güzel red ya. team's streak has just been terminated. The red team is in the lead. Cover me. The red team's streak has just been. Marked a location. Vay, billas ekan. Akalar. Cover me. Reloading. Cover me.
kirisalik qilib bu yoqdan o'tamiz. Watch out. Buni sotib ketdik-ku. Mayli, hech qilsa akalar, siqilmaymiz. Killing spree for the red team. The red team is about to win. Reloading. Watch out. P90 bizona bor ekan akalar. Mayli, hech qilsa akalar. Qo'yinglar, undan ko'ra levik o'ynaylik akalar, nima dedinglar? Bunaqangi mayda chuyda qilib o'tirganda foyda yo'q akalar, qo'lni, lekin muhimi akalar qo'lni qizdirib oldik. Shunisi muhim. Bitta levik o'ynaymiz, tamom. Akalar, boshqa o'yin o'ynaganimiz ma'qul. To'g'risi o'zim ham qiynalib ketdim sizlarga kontent video olaman deb. Mayli, endi 20 FPS da masalan Voda Sherxon YouTube'da ayniqsa kuzatib turganlar bo'lsa, Voda Sherxon ham ancha-muncha podpisaga, ya'ni obunachi yig'ib qo'ydi akalar. Nahotki biz 45 FPS da obunachi yig'a olmasak akalar. Nima deydilar? Ketdikmi? Reytingli o'ynaylikmikan? Reytingsiz o'ynayveraylik akalar, chunki ko'rasizlar o'yin patyapti. Oddiy arena. Endi akalar katta bazar tasavvur qilaveraylar. Akalar, aytib yurmaysizlar, uyqum kelyapti. To'g'risi aytsam, kuni bilan eshakdek ishlab itdek uxlaganim ham yo'q. Hali mana shu kontent videodan keyin uxlayman. Uxlayverarkansizda itdek sasib desalar akalar, endi kuni bilan eshakdek menga o'xshab ishlab ko'rsanglar, o'zinglar bilasizlar. Kechqurun mana uxlab qolmay deb zo'rg'a kontent video olyapman akalar. Orada jim bo'lib qolgan ko'rgan bo'lsanglar, o'shanda ko'zim ketib qolyapti akalar. To'g'ri tushunasizlar. PUBG Mobile. Let's fight together. We'll be taking off soon. O akalar, to'g'ri tushunasizlar. Ko'zim ketib qolyapti akalar, jim bo'lib qo'yam. Noto'g'ri tushunmanglar. Nimaga gapirmayapsiz? Boshqa payt videoda ovozingiz uzilmasdi. Faqat sayrab turasiz desam. Oh my god! Journalism, I love you. Voy. Nima deyapti bular? Karashu, come to greenhouse. Grand House'inda sana. Grand House o'ynaymiz deydi akalar. Eshitibsizlarmi gapini? Xuddi o'zicha pro igroqlarga o'xshab akalar. Endi biz shu navichok просто так o'yinimiz. Akalar, uyqum kelib qolyapti, to'rt jo'nalar.
Xo'p, bunga skarel emas. O'zidan topmasma, topmasa bo'ladi. 300 ta o'qira olamiz akalar. Hop. Kakraz mana akalar yumpi chiqdi. I got Har nimalarni supplies. o'qinib yotibman akalar, 4 cho'slar. Yedi olam. 4x kerak emas. U ayniqsa shpris akalar. Shprisdan bor edi akalar, to'g'ri nimaga shpris? Shpris sizga nima kerak desanglar akalar, missiya bajarishim kerak. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Boshlarmi? Yugurib kelib dedimi? Endi akalar sheriklarning ovoziga e'tibor bermaslar. Shunday qilib qo'ysak akalar, o'zimiz uchun ham yaxshi-da. Lekin akalar kontent video qilmayotgan paytim vashshi zo'r ketadi akalar. O'yin umuman uncha ba'zida to'g'ri endi qotib qolarki tan olish kerak-ku. Lekin akalar bu darajada emas. To'g'risini aytsam. Bu 5 ta bint olaylik akalar. Mana shuda akalar sumkam to'lib qolyapti. Men ham majburan to'ldiratganim yo'q o'zim. Hop. Odam bor akalar. Bizda odam bor akalar. Bu akalar men. Odam ekan, odam. Akalar, ikkalasi ham odam ekan. Don't give up. Your Hey, teammates yardım. can still recall you. Yordam. Ko'tarib yuboraylik. Akalar endi mikrofonimni o'chirib qo'yganman-da, to'g'ri tushunasizlar. Yordam. Men faqat bot ekanda bo'lgandim bularni. Akalar men odam deb o'ylamagandim. Bot bo'lsa kerak deb o'ylagandim akalar, bilmabman. I'm recalling a teammate. Thanks. Akalar to'g'ri tushunasizlar. Umuman uxlamadim bugun kunduzi. Militsiyaga yaqin joyga tushadi akalar. Militsiyaning ustiga borib keyin akalar otishadi. Lekin yumpini o'rniga skarel olsak akalar uzoqqa ham yaxshi-da, endi mayli yaqinga muammo bo'lishi mumkin-ku, lekin uzoqqa yaxshi akalar. Biroz bo'lsa muammo bo'lishi mumkin-ku, lekin uzoqqa yaxshi. Xo'p, akalar endi bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. Sekin endi militsiya tomonga qarab ketaveramiz akalar. Fokus. Fokus degani DSR ochib olyapti akalar. DSR nima desanglar akalar, bu snayperskiy оружие. Ya'ni snayper qurol. Hop. Aynan mana shu qurol bizga kerak edi akalar. Bu yerda
X endi bizga voy o'zbek ekan akalar bu ham. Lekin Rossiyani nimasini qo'yibdi akalar. Buni balkim bilmadim, tojikmi? Sekin chiqarsak ham bo'laveradi akalar. Chunki bu 5 reytingsiz akalar. Xo'p, akalar, endi shu yerga keladigan bo'lsak, sekin videomizni tugataveramiz akalar, chunki ko'ryapsizlar. Uncha endi zo'r o'yinchi emasman-ku, просто zerikkandan akalar kelib o'ynab turaman. Xo'p, akalar, videoga keladigan bo'lsak, albatta o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. ID xohlasanglar mana IDni ham ko'rsataman. Duruzda tashlasanglar, albatta akalar, birga bir o'ynamoqchi bo'lsanglar, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Mana tepada ID ham, mana nick ham ko'rinib turibdi akalar. Bemalol. Xullas akalar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgancha akalar, yana bitta gap, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. Yana ham iltimos, endi iloji boricha poddeshiyada bo'lib turinglar akalar. Men bundan qiziq videolarni albatta aytgancha akalar, bundan keyingi videomiz aniq Bujonni videosini chiqaraman akalar. Bujon sog'ganlar uchun videoni chiqaraman. Rahmat akalar. Hammanglar e'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Matrica Gaming bo'ldi akalar. Omon bo'linglar.